22 года. Он из Азербайджана. Город Баку. Чемпион Азербайджана. Мастер спорта по ММА. Тренер Илькин Бабаев. Представляет спортивный клуб Элен Файт Клуб. Профрекорд. 6 боев, 3 победы, 3 ничьи. Побед! И поприветствуем, друзья, Бедир Бик Мехремов. Его соперник, красный угол. Ему 25. Он из Узбекистана, город Самарканд. Он является мастером спорта по ММА. Тренер Дмитрий Худяков. Представляет спортивный клуб Fight База. Профрекорд 1-0. Поприветствуем, друзья, Шахбозбек Ольмасов. So'nggi ko'rsatmalar. Referidan jang boshlandi. Xotirjam qanchalik Ozarbayjon vakili. Hozir mana shunday qo'lini to'g'ridan yo'llangan zarbasini amalga oshirishga erishmoqda. Umuman olganda ularning fikrini ham biz osonlik bilan tushunamiz. Umuman olganda. Low kick. Yomon emas. Masofani ushlab turibdi, raqib qo'llariga nigohini qaratgan. Bo'y borasidagi turgidan unumli foydalanishga harakat qilyapti. Shahboz juda ehtiyotkorlik bilan kirishyapti hozir mana shu zarbalar almashinuviga ham. Ikkilik zarbasi asta-sekinlik bilan og'irlik yuklashga harakat qilmoqda Shahboz. Badir Mehremov esa boshdan boshladi mana shu og'irlikni. Kuchni qarama-qarshi zarbadan ehtiyot bo'lish lozim. Tayyor turibdi har doim Mehremov. O'ng qo'l zarba mo'ljalga boryapti, ikkinchisi ketma-ket. Yaxshi zarba o'tkazishga erishdi. Shahboz endi yo'nalishiga e'tibor qaratib o'zgartiryapti. O'ngga chapga qarab yuribdi Badir Mehremov, chunki qabul qilib oldi mana shu ikkita kuchli zarbani. Jab. Yaxshi hujum, lekin masofani o'z vaqtida uzoqlashtirishga erishdi. Jab ulgurmadi bu safar qaytishga o'tgan. Ulgurmadi qochishga. Chap berishga. O'ng qo'l ikkita cross, o'ng qo'l chap qo'l ortidan. Zarbalar ketma-ketligi. Low kick.
ikkita ketma-ket, uchinchisi. To'rtinchisi kerak, yana bitta kerak zarba. Mozar Diyoqat zarba qabul qilib oldi. Ketyapti oldinga qarab. Shahboz Olmasov ikkita kuchli zarba yo'llaganidan so'ng biroz nafasini rostlab olish kerak albatta. Tempni oshirishdan avval ikkita juda kuchli zarba. O'tkazdi mana shu o'ng qo'lini qo'llar ustidan. Shahboz Toshev ham, Salimov ham kuchyapti va o'sha zarbalarning natijasi bu jangni parterga o'tkazishga erishmoqda. Qancha bor hali? Vaqt yetarli ekan. 1,5 daqiqa turish kerak. Shahboz turish kerak. Endi biror marotaba hujum qilmaganligi uchun bu holatda menimcha ziyraklikni, ehtiyotkorlikni biroz kamaytirib yubordi. Bevosita takedownlardan, zarbalar almashinuvda hammasi joyida. Mana turyapti endi Olmasov. Shahboz 1-2 zarba. Raqib nimanidir o'zgartirishga harakat qiladi. Turish kerak oyoqda, tizzada zarba yaxshi. Qo'lda zarba ortidan. Va birinchi raund yakuniga yetdi. Endi o'tib ketdi vaqt. Ikkita kuchli zarba. Juda ham. Takrorlayapti. Mana o'tdi zarba. Ikkinchi soatida. Секунданты покидаем октагон. Ikkinchi raund. O'ylaymizki, o'sha ikkita uchta kuchli zarba baribir hakamlarning fikrini o'z tomoniga og'dirishga erishdi Shahboz Olmasov. Menda shubha yo'q, u birinchi raundda g'alaba qozonganligiga. Juda ehtiyotkorlik bilan boshlashyapti ikkinchi raundni ham. Ko'ryapmiz, ikkisida ham kuchli zarba bor. Ozarbayjonlik sportchi umuman birinchi raundni kuzatuv bilan boshlamadi. Darhol og'ir zarbalar yo'lladi. Shahboz esa biroz kutib Olmasov. Mana bu yerda ehtiyot bo'lish lozim. Ikkita zarba ketma-ket. Yaqin edi. Ammo o'tmadi. Asta-sekin yana tempo oshyapti jangda. Ikkilik zarbasi o'tyaptimi? O'tyapti. Yo'llash kerakmi? Yo'llash kerak. Biroz chalg'itib, hozir raqibni joyida turib qolishga majbur qilishga urindi Olmasov. Kuzatyapti. Bir zum ochib qolishini, bitta xatoga yo'l qo'yishini. Bittagina. O'sha xatosidan unumli foydalandi. Qo'l joyida ko'tarilgan, zarba o'tkazib yubormayapti. Chap qo'l yon taraflama zarba. Ikkilik zarbasi bilan oldinga tashlanishga urinib ko'rdi. Daqiqa ortda qoldi. Faollik so'rash kerak referi, ammo kez kelganda faollikni oshirishyapti.
Jab qoringa o'tyapti. Ikkilik zarbasi yana o'tkazdi. Mana shu ikkilik kombinatsiyasini qaytarishga harakat qilib ko'ryapti. Jab qoringa va o'sha ssenariy yiqilish kerak emas. Aslo bazinxon mumkin emas. Yiqilmadi. Pastdan ushlab olishga erishdi. Bitta zarba shunda o'qilyapti hozir tizzada qorin qismiga, lekin endi emas. Pastdan ushlashga imkon berish kerak emas. Qaytarish kerak. Hozir ushlab oldi oyog'ini. Tirsakda qo'lga zarba yo'llayapti Shahboz. Yana bir zarba. Buqqadagi yana bir zarba mumkin. Bunday zarbalar yo'llash. Yiqitishga harakat qilib ko'rdi. Oyoqni ilib olgan holda bermayapti, olmasa bermayapti imkoniyat. Ko'tar to'rni ushladi ochishasiga. Mana bu endi muammo. Ham bal olib tashlanyapti, ham joylashuv hozir ozarbayjonlik sportchining foydasiga. Shahboz chiqib ketyapti. Bu safar ham imkon qoldirmagan holda hech qisi durang natijaga olib borsa bo'ladi. Endi faqat faol harakat qilish kerak. Zarba. Yelkada zarba. Tizzaga zarba. Son qismida tizzada zarba yo'layapti. Chiqib ketish kerak bu bog'lamdan. Yoki Shahbozning o'zi hozir jangni partirga o'tkazdi. Raqib bu borda juda kuchli ham emas ekan. Ochiqchasiga hozir zarba yo'lladi tizzada. Taqiqlangan zarba. Time out. Hozir ikkala sportchi ham neytral burchakda jangni davom ettirish kerak. Takrorlayotgan ko'rmay qolibmiz. Mayli, jang davom etadi. Va hozir ko'rsatish kerak. Hozir mana shu ustunlikni yuzaga keltirishi kerak. Qarshi hujum. Va o'ng qo'l zarba to'g'ridan o'tdi. Yana bitta zarba yakunda yo'llandimi yoki yo'qmi? Yakunda zarba yana bitta. Jismonan ham kuchliroq ko'rinib turibdi. Shahboz faqat buni endi amalda namoyish etib berish kerak 3-raundda. Birinchi raund 12, ikkinchi raund kim biladi deysiz? Chunki ball olib tashlandi. Muhimi hakamlar umid qilamiz ustunlikni ozarbayjonlik sportchiga berishmagan. Mana shu holat uchun
ball oldi. Lekin takedown bo'ldi. Bu yerda qarshi hujum yaxshi ishladi. Lekin javob qaytadi. Davom etamiz do'stlar. Reportajimizda albatta 2 zarbasi hozir yo'lashga faol bo'ldi. Qanday faol boshlayapti. Aytdim-ku, o'zi ham kurashda yaxshi jang olib bora oladi deya. Hozir ham bu borada juda kuchli Shahboz Olmasov, demak Badr Mehremov hamda Shahboz Olmasov o'rtasidagi jang davom etyapti. Birinchi raund yurtdoshimiz ustunligida o'tdi, ikkinchisi endi ogohlantirish oldi, ogohlantirish. Zarba aylanishga imkon bermayapti va oxirigacha Shahboz. Va mana bunday takedown baribir amalga oshiryapti. Bel nazoratga o'tish kerak. Ikkinchi oyog'ini ham joylashtirib olish kerak. Juda muhim mana shu jihat. Yo'qotish mumkin emas bu nazoratni. Zarba. Zarba ikkita tizzada son qismiga. Ikki daqiqadan sal ko'proq vaqt qolyapti jang yakuniga yetishiga. Ancha yaxshi faol jangni o'tkazmoqda Samarqand viloyat vakili Shahboz Olmasov. Ikkinchi zarba.
boshga hozir muhimi takedownga imkon bermas. Qo'llarni silkitdi. Yengilroq harakat qilgan holda. Yana ikkilik zarbasi. Oyoqqa tashlanmoqda. Biroz chidash kerak, biroz. Qancha qoldi? 4 soniya. Barakalla. Menimcha endi hakamlar biz tomonda. Ikkala tomon ham olqishlashyapti, ikkala tomon ham qo'lini baland ko'taryapti, ammo g'olib bitta bo'ladi. Haqli menimcha, ikkalasi ham mana shunday xursand bo'lishga. Bu yerda biroz boshqacharoq musiqa kerak bo'ladi. Ko'proq zarbalar yo'lladi. Endi munosib jang, qiziqarli jang. Ikki darajasi haqiqatdan ham yuqori bo'lgan sportchi ko'rinib turibdi. Lekin g'olib bitta bo'ladi. Hali hanuz hisob-kitob davom etmoqda. Muzaffar Rajabov ham hozir bu hisob-kitobga aralashadimi? Yo'q, hech qachon hakamlarning ishiga aralashmaydi. Muxlislar ham jonlanib ketdi. В этом бою со счетом 2-1 выигрывает боец из синего угла Бетир Mehrimov. Men ochig'i bu fikrga qo'shilmagan bo'lardim. Balkim ogohlantirish bordi, lekin o'sha ogohlantirilgan raundda ham ustunlikka ega bo'ldi. Demak, u yerda 9-9. Birinchi raund